Assalomu alaykum, hurmatli fuqarolar. Bugungi kunda Prezidentimizning tashabbusiga ko'ra har bitta mahallada tadbirkorlarni faoliyatini kengaytirish maqsadida bankimiz tomonidan kreditlar ajratilib, tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida kredit liniyalari ochilgan. Unda misol uchun yangi tadbirkorlikni amalga oshirishlaringiz mumkin. Yangi ish o'rinlari yaratishlaringiz mumkin. Mahallada infratuzilmani kengaytirib, faoliyatlaringizni kengaytirib, turmush darajasini yaxshilashlaringiz mumkin. Buning uchun men misol uchun hozir davlatimiz tomonidan banklarga shunaqa talablar qo'yilgan, aholilarga o'rganish qilib, talablardan kelib chiqib, ularga qanaqadir tadbirkorlik faoliyatini yuritmoqchi bo'lsa, ularga kredit liniyalarini ajratilgan. Hozir misol Qur'onmakda Prezidentimizning PP 312-sonli qaroriga asosan 300 million so'mgacha asosiy vositaga kredit ajratilyapti. Misol Samarqand shahariga shahar fuqarolari bo'lsa, yuridik shaxslar bo'lsa, yuridik firmalarimiz bo'lsa, ana shularga 300 million so'mgacha kredit ajratiladi. 300 million so'm 23%dan. Bu misol uchun aylanma mablag' uchun ham beriladi. Uni muddat qisqaroq bo'ladi, 1 yil bo'ladi. Sug'urta asosida beriladi bu kreditlarimiz. Undan tashqari mahallalarga ajratiladigan kreditlarimizni boshqa summasi kamroq yo'nalishlari bor. 50 million so'mgacha bo'lgan mahalla loyihasi produktimiz bor. Bu sug'urta asosida chiqariladi 25%dan 4 yillik. Agar misol kimdadir qanaqadir yo'nalishda tadbirkorlik qilish istagi bo'lsa, mana shu yo'nalishlardan kredit ajratib bersak bo'ladi. Mayda kichkina bizneslar bo'lishi mumkin. Biznesga birinchi qadam degan produktimiz bor. 17 million so'mgacha kredit ajratiladi, muddati 3 yil sug'urta asosida. Agar kimdadir qanaqadir bir tadbirkorlikka rejalari bo'lsa, planlari bo'lsa, aytsalaringiz, shunga qarab biz sizlarga amaliy yordam berishimiz mumkin. Rahmat. Mana bu. Shunda qanday savollar bor misol uchun shu